Salom do'stlar, bugun biz Python'ni 6-darsini o'tamiz. Ketdik. Xo'sh, Pythonga kiramiz. Pythonga kirib turib, Python ichida yangi list ochib olamiz. Ya'ni Python lesson 6.py deb ochib olamiz. Hop, bugun biz Pythonda appendni o'rganamiz, ya'ni o'tamiz. Append vazifasi faqat bitta element qo'shadi. Element ro'yxat oxiriga qo'shiladi. Asl ro'yxatni o'zgartiradi. Yangi list yaratmaydi. Hop, yozamiz. Qoida daftaringizga yozib olinglar. Append faqat bitta element qo'shadi. Element ro'yxat oxiriga qo'shadi. Asl ro'yxatni o'zgartiradi. Yangi list yaratib bo'lmaydi. Ya'ni append vazifasi faqat bitta element qo'shadi. Element ro'yxat oxiriga qo'shiladi. Asl ro'yxat o'zgartiradi. Yangi list yaratib bo'lmaydi. Qoida daftaringizga yozib olinglar, kerak bo'ladi. Xo'p, misol o'zgaruvchi ochib olamiz. Raqamlar degan o'zgaruvchi ochib olamiz va ikkitali qavsni to'rtburchakda qo'yamiz va pastga tushamiz. Biz 1 dan 10 gacha raqam listni ichiga qo'shmoqchimiz. To'rtburchak qavsni ichiga qo'shmoqchimiz. Buning uchun biz appenddan foydalanamiz. Ya'ni raqamlar deb turib bitta nuqta qo'yamiz. Append raqamlar nuqta append tali qavs qilamiz, 1 qilamiz va yana qilamiz. Faqat appendga bitta son qo'shsa bo'ladi. Agar 1, 2 qilib yoniga qo'ysak error beradi. Yana boshidan raqamlar nuqta append endi 2 qilamiz. Xo'sh. Endi xuddi shunday qilib raqamlar qilib nuqta append qilamiz. Bu yerga 3 qilamiz. Xuddi shunday qilib 10 ta qilamiz. Xo'sh, bizda 3 ta bo'ldi, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Xo'sh. Bu yerga 4 qilib qo'yamiz. Bu yerga 5 qilamiz. Bu yerga 6 qilamiz. Bu yerga 7 qilamiz. Bu yerga 8. Bu yerga esa 9
keyin oxirsiga 10 qilib qo'yamiz. Xo'sh. Endi ko'radigan bo'lsak, print raqamlar deyish esdan chiqibdi. Print raqamlar. Xo'sh, endi ko'radigan bo'lsak, mana listimizning ichida 1 dan 10 gacha son chiqdi. Bu har xil narsalarda foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni misol deylik, endi o'zgaruvchi ochamiz, ya'ni ismlar degan o'zgaruvchi ocha olamiz. Bunga to'rtburchakli qavs qo'yamiz, pastga tushib turib, xuddi shunday qilamiz. Ismlar nuqta append qilamiz va ikkitali qavs qo'yamiz. Unga Ikronboy deymiz. Ikronboy deymiz. Ikronboy deymiz. Endi xuddi shunday qilib, keling buni 5 ta qo'shamiz. Bitta bo'ldi, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Xo'sh. Buni Sardor deymiz. Xohlagan ismingizni yozsangiz bo'ladi. Buni Hasanboy deymiz. Keyin Husanboy. Keyin Mubashshir deymiz. Hop, terminalda ko'radigan bo'lsak, buni kommentga olib turamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, bunda ham print ismlar deyish esdan chiqibdi. Print ismlar. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, mana bitta listga hammani ismini chiqarib berdi. Ikronboy, Sardor, Hasanboy, Husanboy, Mubashshir. Xo'sh, bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bosish esdan chiqmasin. Xayr, bizni kuzatishga davom eting.